Bugünkü roman anlatışı sayfimizda Söyüngül Canışıp Hanım yazgan Köz Yaşıdan Nemdelgen Zemin namlıq tarihi əslimini davamlıq anlatımız. Jigrim 3. April. Ettigen turup, yüz közlerimni yuyup, çaşlarımni tarap, kündikidimmo ruhluk bulup, işlerimni tügettim. Dəreyizgi çapılatken gezlerinin hemmisini yırtıp elvetip, dəreyizini içivettim. Dəreyizde senin bir cinin var miken? Nemiş qundaq qılsan? Təşkil özü çaplatqızgan tursa. Degen peti dəreyizini yeni yepişqi təmişlip turnusa keldi. Yapma, man, təşkilinge berip et, dedim ve dəreyizini açtım. Turnusa amalsız çıkıp ketdi. Belki təşkilge etqili ketken boz gerek, dep oyladım. Keyin ular mening dəreyizini içip yepişimga gap qilmaydigan bo'ldi. Attiganlik tamaqdan keyin jamoat xavfsizlik nazoratining maxsus so'roqchisi Ali Yusuf degan kishi xeli uzun vaqt so'roq qildi. Tushdan keyin maktabning odamlari so'roq qiladi. Ba'zida jamoat xavfsizlik nazorati razvedka bo'limining boshlig'i kelib so'roq qiladi. Jamoat xavfsizlik nazoratining mashinalari har kuni maktabga kelib ketib turadi. Maktab ichidami jamoat xavfsizlik nazoratining odamlari bilan maktab mudirlari, sho'jilari u yoqdan bu yoqqa aldirash chep yuradi. Bizning bunday kichik ishlarimiz uchun bularning buncha uloq qilib ketishlariga odam hayron bo'ladi. Biz to'timiz uchun qanchalagan odam atrofda uxlamay kuzat qiladi. Bütün maktab, bütün binolarda saqchi, postlar tang otqucha birer yomon hodisa kelib chiqishdan ansirab chepishib chiqishadi. Shunday qilib bir hafta o'tdi. Kuniga 3-4 martaba so'roq qilgandan tashqari masala yezib topshir deb o'ltirg'izib qo'ydi. Bir kuni o'ltirsammu, manga bergan qog'ozning aran bir betini to'shqisam cho'ng ish edi. Ular bergan 30-40 taxta qog'oz dasta bo'lib tizilib ketdi. Har bir masalani yozganda milliy mustaqillikni talab qilish jinoyat emas, aksicha haqliq deb yozib, Mao Zedong, Lenin, Stalinning milliy mustaqillik uchun qilgan urush va namoyishlarni qo'llab yozgan maqola ve sözlerden misal keltirip, bizning gunohimiz yo'q deb yozatdim. Ular manga, sizlarning harakatinglar aksil inqilobiy harakat, sizlar jinoyatchi deb so'zlab harmadi. Mushu bir so'zni so'zlab bir hafta o'tdi. 29 aprel dushanba. Bugun maktabning ichi odatdagidan tashqari jiddiy. Bütün adam aldirash u yoqdan bu yoqqa chapatdi. Jamoat xavfsizlik nazoratining mashinalari tushgacha 7-8 qatim kelib ketdi. Partikom boshlig'idan maktab mudiri Tang, G'upur Rehim, G'ozjan, Ömerjan Turdi, Nusrat, Xayib va bir qancha biz tanımaydigan kadrlar bo'lib 20-30 odam do'kirlashib, bir u yoqqa, bir bu yoqqa chapatdi. Tushgacha so'roqmi bo'lmadi. Ular dariza to'ydan har bir o'tganda darizani yopatdi. Ular ketishi bilan men yana ochatdim. Bugungi ahvol qaraganda bir o'zgarishning bo'lishi aniqdek qiladi. Tushgacha darizadan ketmay sirtqa qarab turdim. Nusrat bilan Xayibning bütün ishni shular qilayotgandek joniga patmay kerilib yurganiga qarab hayron bo'ldim. Bular o'quvchilar orasidagi oddiy so'z va ishlarni birini qo'ymay maktab tashkiliga yetkazib, o'quvchilarning tishiga tekkan savoddoshlar edi. Yana bir turkum aktivlar uchun bu ularning ko'ngil xo'shi, jeni huzur topqidek ish bo'ldi.
Tushlik tamoqdan keyin kunduzlik odatim bo'yicha karvatga yotgan edim. Ko'zim uyquga ketgan ekan. Manga tunish bo'lgan yilqi jamoat xavfsizligi nazoratining qora mashinasining ovozini anglab, chaqqon turib derazaga qarasam, bizga qarab ikki jip mashina qatorlashib kelyotdi. Bizni elib ketgili keldi, dedim. Xiyoling bilan to'n pishimsangchu, dedi Nurnisa Rozi. Men uning so'ziga diqqat qilmasdan mashinaning nega bordiganligini bilgim kelib Turnisaga "Jura, taratga berib kelayli", dedim. "Zalg'il chiqamdoq yoki sirtkiga chiqamdoq?" deb so'rdi u. Mening albatta sirtqa chiqqim kelib turgan bo'g'ash, gap so'zsizla sirtqa qarab mangdim. Bugun zalning ichimi ajoyibla surilib ko'rinadi. Kadrlar u yoqdan bu yoqqa yugurishadi. Herhalde oxirgi minutlar bo'lsa kerak, deb o'yladim. Oldimizdan Nurnisa Yusuf yugurib kelib, ikki qo'lini pulanlatib, "Sirtqa chiqishga bo'lmaydi, zalga beringlar", deb vaqirdi. U vaqirgan sari qora negirdek terisi texmi qardab yüzüge qora sürtüp olgan alvastidek sat ko'rindi. U o'zini xuddi jamoat xavfsizlik nazoratining mahbuslarni boshqaradigan kadrlardek his qildimi? Vaqirganda ovozi xuddi Gundupayning ovozidek anglanib ketdi. Biz keynimizga burilib, ikkinchi qavatga chiqadigan chatdagi palampaydan ikkinchi qavatga chiqayotgan derazaning aynikidan tala qarasam, bizning yotoq korpusining eshigi oldida yiliqi men ko'rgan jamoat xavfsizligi nazoratining ikki qora jip mashinasi turardi. Derazadan tala qarab turgan o'quvchilar meni ko'rib tang qetib qoldi. Maktab hayotimning oxirgi minutlari mushu palampaydan oxirgi qatim mengishimdi, deb o'yladim. Palampaydan ushqandek ikkinchi qavatga yetib chiqdim. Turnisa manga yetişemey, "Söngil to'xta", deb vaqiraydi. Chunki u ham egiz, ham semiz bo'g'ash ko'rinishda cho'ng o'quvchidek ko'rinadi. U palampaydan chiqib bo'lguncha men oylanib qaytdim. Qaytashimda derazadan qarasam, yilqi mashinaning birisi ketib, birisi qapti. Qag'allarni elib ketgan bo'lsa, endi navbat men keldi, deb o'yladim. Yataqqa kirgandan keyin xaltimning yanchug'ini bekorlab, xalatni Turnisaga berdim. Umu gap qilmay oldi. Men ushaq-tushak narsalarimni yig'ishtirib sumkamga soldim. Yanchug'imda 12 so'm pul va 2 metr raxt bilti bor ekan. Unimi ularga berdim. "Hallimaga berib qo'y. Uydagilar kelib qolsa berib qo'yasizlar. Uydagilar kelsa, ularning ko'nglini yasab, yaxshi qarab qo'yinglar", dedim. "Sen u ishlardan xotirjam bo'l", dedi Nurnisa Yusuf bilan Nurnisa Rozi. Narsa keraklarimni yig'ishtirib bo'lgandan keyin urun ko'rpamni yig'moqchi bo'lib turatdim. "Unda qilma, Suyun. Bizga gap keldi. Biz oldi bilan so'rab ko'rayli", deb Nurnisa Yusuf ishini ochdi va "Ularmo kelib qoldi", deb qaytib kirdi. Zalda 50-60 odamning oyoq ovozi anglandi. Menmu yig'iyotgan urun ko'rpamni qo'yib, ularga qardim. Eshikdan orqa-orqadan odamlar kirib, uyga sig'may ketdi. Patmag'allar zalda turdi. Hammasining chiroylari shunchalik surlik bo'lib, odam yeydigandek qilib turardi. Uzun yil sog'dosh bo'lib, birga o'qigan Nusrat, Xayiblarning chiroyi jamoat xavfsizligi kadrlarining chiroyidanmi xavflik edi. Xuddi hozirlar etilib kelib, odam bo'g'izlig'ili
tayyor bo'lgandek ko'rinadi. Bularning maqsadi albatta mushu fursatdan foydalanib, o'zini ko'rsatib, rahbarlikka yaxshi ko'rinib, biror o'ringa ega bo'lishga tirishayotganligi bilinib turadi. Qo'liga ilinib ketadiganligim to'g'risida ko'nglimda tayyorlik bo'lg'ach, o'zimda qo'rqish va huduqish degan narsa bo'lmadi. Aksincha, o'zim kuchlik va ulardimmi egiz bo'lib ketgandek bilindi. Bu ishlar hech qancha ish emasdek beshimni egiz ko'tarib, gavdamni kerib turganimni sezdim. Maktab amonlik saqlash bo'limining boshlig'i jamoat xavfsizlik nazoratining qo'lga elish hukm qog'ozini o'qidi. Masalasini yaxshi topshirmay, joyli qilib, o'z jinoyatida ching turib olganligi uchun jamoat xavfsizlik nazorati qarori bo'yicha masalani topshirib elib bir taraf qilish uchun to'xtatib turdi degan mazmunda edi. Tushundingizmi yoki tarjima qilib beraymi? Deb so'rdi turdi. Bo'ldi, tushundim, dedim. Angacha Nurnisa Ro'zimu narsalarni elib tayyorlik qilib bo'ldi. Turdi, buningga qo'l qo'ying, deb bir qog'ozni surli qiyofatda menga uzatdi. Qog'ozni elib ustal ustiga qo'ydim. Qo'limga qalam elib arabcha ismimni yozdim. Ondan xitoycha yozdim. Oxirida ruscha yozib, 3 yerga ismimni yozib chiqdim. Bu nima qilg'iniz? Dedi turdi qog'ozni elib. Aniq bo'lsin deginim, dedim men kulib turib. Ondaq bo'lsa, narsalaringizni eling, deb vaqirdi turdi. Men o'rin ko'rplarimni o'rab bo'lguncha shuncha odam birdamning ichida narsalarimni ko'tarib elib chiqib ketdi. Men menish oldida. Mening qora shirg'i chapinim qayerda? Shu chapinimni elib kelinglar, dedim. O chapining yotoqda edi, o'quvchilar ishlarini taqab majlisga chiqib ketdi, dedi Turnisa. Ne kesimo, men shu chapinimni elib ketaman. Yiliqi meni kuzatgan 4 qiz har tarafga yugurib ketib, birdamla chapinimni elib keldi. Men chapinimni kiyib, tugimlarimning hammasini etib, ustlarimni biror qo'r alqalarim bilan qaqib qo'yib, ondan qadimimni ruslab, asta qadam bilan yotoqdan chiqdim. Mening keynimdan bu odamlarmi gurildishib billa mangdi. Eshik tubida Sajidaning qaroridagi aktiv bolalarmi qarab turgan ekan. Bu to'timizni rejimda tutgan barliq o'quvchilar yig'ilgan ekan. Bizning yotoqdan boshlab har qadamda birdan post qo'yilgan. Bütün zallarda, palanpaylarda, eshik tuvlarida, cho'ng yo'llarda, do'qmishlarda, klub oldida, darvoza tuvida tizilib turgan postlar surlik chiroylari bilan turadi. Shuncha postning bo'lishi qaramay, o'quvchilarmi oz emas edi. Bütün yerda meni ko'zlari bilan, hatto chiroyli so'zlari bilan uzitib turadi. Ashu mehribon savoqdoshlarimning menga cho'nqur hissdoshlik bilan qarashlari, mehri shafqati menga zo'r kuch-quvvat va ilhom bo'ldi. Menmi ular bilan ko'zim orqali xo'shlashib mangdim. Ba'zilarning ko'zidan issiq do'stlik yeshini tutamay, olqini bilan yuzni surtib turganini ko'rib, ularga o'z mehrimni ko'rsatib, kulib xo'shlashdim. Mashinaning oldiga kelganda Anvar Jakolinning kichik mashinasi kelib to'xtadi. "Tugidimi?" deb so'radi Anvar Jakolin mashinasidan tushib. "Ha, eng oxirgi qismi shu", deb javob berdi turdi va ikkisi so'zlashib qoldi.
Мен мәктәпнең һәр tərəfidəki oxuğuçılar qarab chiqqandan keyin машинаның aldida to'xtadim. Һәм u ikkisi so'zlashib bo'lguncha bizmi kutib turdik. Turdi, menga anglatish uchun qasdan. Hozir hammanglar tezlik bilan klubga beringlar. Anvar Jako'lin uqtirish qilib yig'in ochadigan, dedi. Turdi kelib, jip mashinaning eshigini ochib men qarab, "Mashinaga chiqing", dedi. Men mashinaga chiqdim. Turdimu chiqib o'ltadi. Nurunisa Yusuf mashinaning eshigidan beshini tiqib, menga yana markizm, leninizmlar bilan nasihat qilib so'zlagan edi. Turdi ishini yapdi. Mana bu mening maktab hayotimning oxirgi minutlari edi. Ko'zni yumib ochqicha biz maktabdan chiqib uzab ketdik. Mashinaning temir darisidan ko'chalarga qarab o'ltiratdim. Turdi so'radi. Siz o'zingizni qanday his qilyapsiz? Menma bir institutdan yana bir institutga o'qishga ketayotgandek hissiyat bo'lyapman. U qanday institut bo'lsin? Bu degan turmush instituti. Ha, deb turib qoldi Turdi va yana. Bir o'ylaganda to'g'ri, bu turmush. Siz qiziq ekansiz. Yurgan yigitingiz bormi? Yo'q. Turdining bayiq chiroyi va ochiqimi yo'q edi. Sizmi boshqa qizlardek yaxshi yigitlar bilan yurib, o'qishingizni o'qisangiz qanday yaxshi bo'ladi-ya? Shuncha chiroyli hayotingizni buzib, bu yerlarda yurishning nima hojati bor? O'ylab ko'ring. Ostimang. Ularning ustiga berib qamayli yana, deb shopir vaqirdi. Shopir yashangan Xanzu bo'lib, chiroyidan Sharqiy Turkistonda tug'ilib o'sgan Xanzularda qiladi. U mashinaning oldidagi aynakni menga to'g'rilab, mening kulimsirab, erkin so'zlab o'ltirganimni ko'rib, bir tarafdan hayron bo'lsa, yana bir tarafdan menga ich og'ritayotganligi bilinib turadi. U oldidagi aynakdan menga ko'zni uzmay qarab, "Sen hech narsa bilmay kulib o'tirasan", degandek echinib qarab qo'yadi. Men yo'linib o'ldigan tamni asta chekdi. Xiyolim bo'linib, uning qarshi men tamni chekdim. Uzun tam chekkandan keyin yan o'ydim. "Siz kim? Mahmud Sidiqmi?" deb so'radi. "Yo'q, men emas", dedim. Shundan keyin u odam jim bo'ldi. Qadrli radio anglag'uchi do'stlar, bu qimmatli tarixiy aslimning davomini keyingi qatimliq roman anglitishimizda davomli huzurlarga sunamiz. Diqqatli bo'lganingizga rahmat. Xayr xo'sh, Xudo amonat.